oblasti Жалал-Абад qo'y bozorida o'stonlar bugun shu yerda alıngan satılgan balardı surab bilib beresiz dostlar. Aka ak qo'yni qancha qaldingiz? 15 bo'ldi. 15 ming so'm aldınız ha? So'yish qaldingizmi? Yo'q, enchik. Enchik aldingiz? Tekish qo'ydingizmi? Tekish qo'y 15 ming so'm aldingiz ha? Aka shu akam shu qo'ydi 15 ming so'm oldi. Yuranga oldim deydi. Aka. Ak qo'y ekan 15 ming so'm oldi. Qo'zilar qanchadan bo'ldi aka? 7'de. 7 ming so'mdan ha? Kam bor. Qanchadan so'radi bozor? 6 ming so'm. Demesinmi? Şuna giriyoruz onlar. Şekerden. Koy qancha ekan aka? 12,5 12,5 4 ish qo'y. Qancha bo'lsa sotasiz buni? 11,5. 11,5 bo'lsa sotaverasiz. Qoros men sotib oldi akalar, ne oldi? Yo'q, 4 qancha mingdan bo'ldi? 12,5. Bu 4 12,5 mingdan ha? 1 2 3 4 12,5 ming so'mdan. Qo'zilar ekan ha? Ürөнгө sürüp atasızmı? Ürөнгө 12,5 ming 12 mingdan ha? Tandaş 15'ten qo'ydi. Buyağı tandaş 15 ming so'mdan ekan. Yaxshi ko'rmaydi ekan. Tandaşı 15 ming so'mdan. Qo'ylar ekan. Bayağı shu yerdan olib ketdi da hech olib qo'ydi. Qo'zi qancha bo'ldi aka? Qanchaga? 7 ming so'm sotasiz. Sariq qo'y bor, uka 21 mingdan bo'lgan o'zi diyorlar, o'shini oldim, iloji yo'q. Sizga ham o'zi aytdim, puli tikroq bo'lib qoldi. Qanchadan sotib oldi akalar? Qo'yman bo'lib 19 mingdan. 19 mingdan. Shu qo'ylar sotib oldi, tegiz ha? 19 ming so'm. Qancha bosh sotib oldi akalar? 3 boshi. 3 boshlar. Ha. 19 ming so'm sotib oldi, ta biroq ha? Şunun arasındagi eng yaxshilardan 3'ü 19 ming so'm sotib oldi. 18 ming so'mdan har biri sotib oldi. Akalar sotib oldi. Sen nesini aldın? To'nlar az aylan, o şol boshqa o'tamiz hozir. Shunda qo'chqorlar bor, cho'ng. Qo'chqorlarning da balarini bilamiz hozir. Qaysilar qanchaga sotildi akalar? 52 ga qaysi sotildi? Eko 51 bo'ldi va? Buni menen no? Narxinisi nonsa? Buni menen shu. Buni menen to'g'anlar. Buni eko 51 ming so'm bo'ldi. Aka, 51 ming so'm sotildi. Ya so'yishga sotildi akalarcha Ürөнгө. Enchiga Ürөнгө ekan to'g'anlar. Üröndeydi, enchi bo'libdi deb shunday xil so'ylanadi. Qo'zilar qanchadan bo'ldi akalar? 14 14 dan o'tasan ha? Soda oltov? Qanchadan so'rayapti? 25 ga so'radi. Ekon 25 ming so'm so'rayapti. 12,5 dan so'rayapti-da. Qo'zilar. Semiz qo'zilar ekan 12,5 dan so'rayapti. Ekon 25 mingga. Aylana soda bo'lgan yerlar bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? Qo'ylar Alındı. qanchadan olindi? 15.250'den alındı. 15.250 dan olindi. Aynen taşıyız. Bildiğin dakika ola bildiğin. Qanchadan oldi? 45 ming oldu iki. 3'ü 45 ming so'm bo'ldi. Arkadagıçı 12 ming so'm bo'ldi. 3'ü 45 ming, arkadagısı 12 ming oldu.
Aylanıp maki. Echkiler jağa gelip kalıp bize. Echkiler kimden ekan? Yok mal kaça veresin? Bere tutacağım açımdan. Ulan çok rahat. 20 koy bere. Bak. Bak kayısı biliyor. Onu olmuş. Size çerez. 16 milyon pul var. Rast mı? Ver be. Ne olganda veresin? 19'ga aşkanınızda verem. Kaysını so'da da şonda ka? Onu. No çekedegi samnonuz. Çokurga çuş oldu da kişini görünü kaltır. Abdülaziz'e kıyım olur mu? 16 ming so'm olsa bo'ladi. 19'dan açsam satam dek. Ya buna kaçam lan? Jetten koy burası. Yok. Kolun jetten. Kolar kalmadı mı? Ben koygu Abdülaziz sen için ben sonraki sonunda ters koygu. Koygu tamam. 115 50 son dile vermez size. Buna ekon ver olsun ben. Kaç koy? Buna ben mesela koyayım lan. Ekon ver. 16 milyon. 18'den lira verin. Ayttık o sattı. Biler beni kıyım olur da. Özü satıcı canı satar. Biler beni zaman. Ikon 16 ming so'mdan so'rab o'tasiz. Qo'ylar qanchadan bo'ldi akalar? Buna görsen ayağı. Qanchadan bo'ldi? Bilmem. Altına ekitiş. Qancha? 15 de oldu. Berkich. Tek böyle şurayla suratını açık. Takallardan xudo xolasa sezonni boshlandim aka. Onu koktele takar. Getirir al yerine al gider kalan. Koktu. Koktu jetiga aka. Kok jeti mingmi? Bo'luşu. Bo'luşu jeti mingmi aka? Jeti ming kam oldik. Baya etkin Allah'ın var. Takallarni so'rab qo'yaychi. Ne oldu? Oynadın mı? Yo, bu sarı taka qancha muzdi? 15 ming so'm. Bera turgan joyingiz qancha shu muzdini? Nasıl olur? 10 ga berasiz-da. On versem 15 deyim be. Qancha deysan? 10 versem 10 verirler. Onda bu 13 ga beretkazda buni. Buna ne yapıyor? Sen mi sandın? Karar. Qaysi echki qancha bo'ldi ava? Qaysi echki qancha ming bo'lib ketdi? Qaysi echki? Echkiga salom otasiz pulni? Bunday eslatib otasiz. Ulak ket. Qaysi uloq sotildi? Olib ketib qolibdi-da. Uloqlar qanchadan bo'ldi? Bu diyet 7 ming so'm, 8 ming so'm ekan. Uloqlar qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan? 4,5 ming narxi 3,5 ming. 4 ming so'm. Urgaç. Bera turgan bag'ingiz qancha shularda? Qancha ham kishnadan tushganingiz? Öte kıynarsan 200 son. Ha, o'sha bo'lishini aytyapsiz-da, bera turgan joyingizda. 6-5 desen çok çıkarırım. Bunlarda niye internette soruyorsun? Ova. Hoca? Ha uzat. Onu süretine mi tartıp alsam mı? Yo'q, o'zini tatbiq o'ylay, laqsa qoldi. Aq tulpor deb yozsangiz sig'adi aka. Qo'chqorlarga kelib qoldik, qo'chqorlarga aka. Qo'chqorlar qanchadan ekan aka? 20dan. Shtugi 20danmi? Kandamay. Qandamayga 20 ming so'mdan. Qanchadan so'radi? Bozor so'radi-ku? 17'den sonra. Bozor 17 ming so'mdan so'radi.
Ya aka taka qancha oldu? Qancha oldu taka? Qancha? 4800. Arzon bo'ldi, 4800. Cho'ng'ili taka ekan. Başka çıkartmam yok. Yo'q, shu to'g'ri 4800. Biraz avval kadar Qanchadan ekan qo'chqinlar aka? 21 ming so'mdan. 21 ming so'm. Yandalarda sizga qaray? Yo'q. Ya'ni qanchadan so'rayotgan aka shu qo'chqinlarda? 18 yarım, 19'dan sonra. 18 yarim 19 mingga so'rayapti shu qo'chqinlar. Oq tulpar degan. Seni tatib qo'yaymi ukam-a? Shu yoqdan ko'rasizda o'zing, ha? Cho'ng qo'chqinlardan kelib qoldi. Qanchadan bo'ldi shular? Aka qanchadan bo'ldi? 18 ming so'mdan bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 bosh. 5 o, 5 o. Ha 5 18 mingdan bo'ldi. 49.000 bo'ldi buni. No 349 ming bo'ldi. 349 ming so'm bo'ldi. Narxlar 18 ming so'mdan bo'ldi. Ya bu cho'ng qo'chqinlar qanchadan ekan akalar? Ha, maki to'g'onlar bo'lishuncha sizlar uchun harakat qilib o'taman maki. Men etdi bola kanalga qatalib, yaxshi qo'yib fikrlardan yozib ketamiz. Ancha-muncha adashib сөйлеп olsak, xato kamchiliklar bo'lsa kechirim so'raysiz to'g'onlar. Qanchadan bo'ldi aka qo'chqarlar? 31 mingdan oldingiz, ha? Nonu daha qaysini 31 ming. Shunla 31 ming so'm, ha? Maki to'g'onlar shu qo'chqarda 31 ming so'm olibdir. Boş. Şunun arkasını tartıp oynayacağım. 31 ming so'm bo'ldi shu qo'chqar. Ukam qanchadan bo'ldi qo'ylar? Yo'q, qo'ylar qanchadan bo'ldi tug'an? Qancha? Shu 15 dan, ha? 15 dan 30 ming bo'ldi. 13'ten verseniz fark 13 mingdan tegizmi aka? 13 mingdan bordig'ini? Yo'q, ben 3 onu. 3 yo'dan 13 ming Üç so'm. onu. Ha. 13 ming so'mdan 3 yo'ni so'rayapti. Veresin baksa. Nechidan bo'lyapti bular? 25 dan kami bor. 25 ming so'mdan kami bor deyapti. Qanchadan bo'ldi aka? 3 34 yarimmi? Eko 34 yarim, ha? Eko 34.500 so'm bo'ldi. Chet naryoqda boshqa narsa qormoq narsa. Şuraya koyasın. Mana ota urmadi uchun. Qancha bo'ldi akalar? Azaroy. Ha. 27 ga vermayapmiz aka, 27 ga verilmayapti. Ekoni 27 ming so'm bor. Jupini 30 ming deyapmiz aka. Aka 27 ming so'mga ekoni bermayapti to'g'onlar. Ko'zi ko'chga. Semiz ekanda? O, semiz. O'zi daha semiz ekan bura, to'g'ri aytdi. To'g'onlar bir aylanib bitirib o'zim bozorda. Qo'ldan kelishincha aylanib, ova chiqaraman aka. Qo'chqarlar qanchadan ekan aqsaqal? Qo'chqarlar 15'te. Bakatron kozalan 15 ming so'mdan, ha? Qanchadan so'radi bozor? 14, 13 çerimden sonra. 13 mingdan so'rayapti aka. Mana eko hozir 34.500 bo'ldi deyapti-da aka. Sizniki qanchadan bo'ldi aka qo'chqar? Valla 25 dan kami. 25 ming so'mdan kam bor. Bozor so'radi, qanchadan so'rashdi? 9,5. 19,5 mingdan so'radi, 19.500 dan so'rabdi. Sizga qanchadan bo'ldi aka qo'chqarlar? 20 mingdan deyapsiz, ha? Bozor so'radi-ku. Qanchadan so'radi bozor aka?
17-18. 17-18'den fazla süre var. Ne oldu? Okey, to'g'onlar shunday videoni yengib kanalga qatnashib, yaxshi fikrlar qoldiramiz to'g'onlar. Aka javob bor. Qo'y bozorining qo'ldan kelishincha harakat qilib